Assalomu alaykum. Bugun ikkinchi amaliy mashg'ulotimiz, ya'ni AutoCAD interfeysi va ishchi oynasi bilan tanishish amaliy mashg'ulotimiz. Demak, birinchi dasturga kirganimizda bizda start oynasi kirib keladi. Ya'ni bu yerda biz birinchi mana bu biz recent bo'limida turibmiz. Demak, recent bo'limida nimalar turadi? Bu yerda recent, ya'ni yaqinda ishlagan loyihalarimiz turadi. Biz ularni bosib, ularning ustida amallar bajarishimiz va e, shunga o'xshash ishlarni bajarishimiz mumkin. Demak, bularni tushundik. Endi bu yerda ko'rib turibmizki, open bor. Agarda bizda qaysidir fayl bu yerda ko'rinmasa, recent bo'limida ko'rinmasa, biz uni openni bosish orqali e, manzilini ko'rsatib, o'sha faylni ochib olishimiz mumkin. Demak, agarda yangi fayl ochadigan bo'lsak, bizga new, ya'ni mana shu new tugmasini bosish orqali ishga tushiramiz. Demak, bizda hozir Akatiso dvt fayl kengaytmasi turibdi. Biz mana shundan odatda mana shundan foydalanamiz. Lekin sizlarda AutoCAD dasturi yangi o'rnatilgandan so'ng bu Akatiso dvt kengaytmasi, fayl kengaytmasi chiqmasligi mumkin. Demak, bizda buni chiqarishimiz uchun browse templates tugmasini bosamiz va mana bu kengaytmalar orasidan Akad-ISO ni belgilab open tugmasini bosamiz. Demak, bizda faylni ochdik. Ko'rib turibmizki, start bo'limidan birinchi oynaga o'tdi. Xo'p, demak, biz eng tepadan kelamiz. Tepadan boshlaganimiz yaxshi, chunki dasturning o'zgarmas qismlari mana shu yerlar bo'ladi. Demak, drawing 1 nuqta dwg. Mana bu bizni hozirgi ochgan faylimiz, ya'ni yangi faylimizning nomi va dastur nomi va yili yozilgan bu yerda. Demak, biz bu yerdan close, ya'ni dasturni yopishimiz mumkin yoki bo'lmasam ekran dastur ekran kichraytirib kattalashtirishimiz mumkin yoki bo'lmasam kichiklashtirib uni pastki asosiy ekranni pastki dasturlar qatoriga o'tirib qo'yishimiz mumkin. Demak, bizda bu yerda tepada A, ya'ni ACAD nomli tugmacha turibdi. Buni bosamiz va endi biz mana shu hozirgi faylimizni birinchi navbatda uni ishlaganimizdan so'ng yo'qotib qo'ymasligi uchun save ni bossak ham bo'ladi, ammo save ni bossak biz faylimizni qayerda turganligini bilmasligimiz mumkin. Shuning uchun birinchi yangi fayl ochib, uni ustida amallar bajarib, uni saqlashga kelganda save as ni bosishni tavsiya qilaman. Chunki bu yerda biz faylni qayerga saqlash va uni qaysi yilgi AutoCADning versiyasida saqlashni ham tanlashimiz mumkin. Men tavsiya qilgan bo'lardim 2007-yilgi versiyada saqlashni, chunki hammaning ham kuchli kompyuteri bo'lmasligi mumkin yoki bo'lmasam mana shu faylni AutoCAD faylini boshqa kompyuterda, ya'ni eskiroq versiyadagi AutoCAD dasturida ochib, ularning ustida amal bajarish yoki ko'rib o'tish uchun masalan 2018-yilgi versiyada ochadigan bo'lsa hech qanday muammo tug'dirmaydi. Shuning uchun 2007-yilgi eskiroq versiyani tavsiya qilaman. Ko'pchilik shunaqa qilib saqlaydi. Fayl nomi, bu yerga faylimizning nomini yozamiz. Demak, masalan, ikkinchi amaliy mashg'ulot deb saqlaymiz, save qilamiz.
Demak, biz mana bu yerda ko'rib turibmizki, C diskga saqlandi. C diskga emas, D diskka saqlashni tavsiya qilaman, chunki bu C diskda asosan kompyuterni dasturlar, o'rnatilgan dasturlar saqlanadigan disk hisoblanadi. Bu yerda fayllarni saqlash noto'g'ri. Shuning uchun sizlarga saqlaganda D diskka saqlashni tavsiya qilaman. Demak, bu yerda saqlash, masalan, biror bir amal bajardik va endi dasturdan chiqib ketmoqchimiz. Dasturdan chiqishdan oldin mana bu close tugmasini bosib chiqib ketishdan avval save qilishni, mana bu yerdan save qilishni yoki bo'lmasam klaviaturadan control save, klaviaturani chap va eng pastdagi Ctrl tugmasi va birinchi Ctrl ni bosib, keyin S tugmasini bosish orqali ham oxirgi bajargan amalimizni saqlashimiz mumkin. Demak, keyingi tushuvchi qator, ya'ni tushuvchi menyular qatori bu, mana ko'rib turibmizki, har bittasini bosganimizda o'zining buyruqlari qatori tushib keladi va biz bu yerdan turli xil amallar bajarishimiz mumkin. Demak, bizda birinchi home menyusida draw, ya'ni chizish buyruqlari. O'zi bu mana shu qator AutoCAD dasturini yuragi hisoblanadi, chunki bu yerda asosan 90% ishlarni biz mana shu yerdan bajaramiz. Chizgan obyektlarimizni ustida turli xil amallar bajarish, ko'chirish yoki ularga o'lcham qo'yish qoidalari, turli xil masalan qalinliklar berish yoki bo'lmasam qatlamlar berish va u qatlamlarni turli xil ranglarda qo'yish mana shu joydan bajariladi. Hali buni darslarimiz davomida ko'rib o'tamiz. Hozir shunchaki biz asosan interfeys bilan tanishib o'tamiz. Interfeys nima? Interfeys bu foydalanuvchi va dastur bilan muloqot qilish uchun kerak bo'ladigan, biz foydalanadigan mana shu ishchi maydonni interfeys deb ataymiz va bunda biz har bitta amal bajargan paytimizda biz ko'zimiz bilan ko'rib uni bajarib ketamiz. Demak, blok properties, ya'ni bu xususiyatlar paneli, ya'ni biz bu yerda chiziqlarga qalinliklarini o'zgartirish, ularni har xil boshqacha chiziqlar o'rnatish, masalan mana bu shtrix punkter chizigini yuklash va shunga o'xshash boshqa chiziq turlarini ham yuklashimiz mumkin. Masalan, yana mana bu yerda biz detal chizmasini joylashtirishimiz mumkin. Mana attach orqali biz detal o'zimizga kerakli bo'ladigan, masalan mana shu detalni chizmoqchi bo'lsak, buni insert bo'limiga kiramiz va attach orqali mana shu ekranga chiqarib olamiz. Uni surishimiz ham mumkin boshqa joyga, masalan razmerini o'zgartirishimiz, kattalashtirib, kichiklashtirishimiz mumkin, o'chirib tashlashimiz mumkin va turli xil amallarni bajarishimiz mumkin. Bugun sizlar bilan qisqacha tanishib o'tamiz AutoCAD dasturida. Xo'p, demak, bizda mana bu qatorni ko'rib o'tdik. Mana bu yerda esa command line, ya'ni buyruqlar satri. Masalan, mana shu har bitta buyruqni bu yerga nomini yozish orqali ham topish va ularni faollashtirish mumkin. Masalan, line